Yevropada yurgan yurtdoshlarimiz uchun Uzbegin Polanddan srochniy yengillik bilan boshlaymiz, qadrli yurtdoshlar. Angliyaga turistik viza olish masalasi hozirda yonyapti, chunki bu yoqqa kunlar isib, uje yozgi sezonlar boshlandi. Ko'proq turistlar jalb qilish maqsadida uje 10 tadan 9 ta odamga viza chiqarib berishyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? 10 tadan 9 ta odamga viza chiqarib berishyapti. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak, vaqtdan unumli foydalanib qolish kerak degan yurtdoshlarimiz bemalol Uzbegin Poland jamoasiga murojaat qilishinglar mumkin. Hujjatlar yig'ishda o'zimiz yordam beramiz. Vizagacha bo'lgan jarayonni hammasida o'zimiz sizlarga yordamlashamiz. Hech qanaqangi muammolar yo'q. Siz qonuniy ishlaysizmi, qonuniy ishlamaysizmi, bu haqida xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Asosiysi kart pobiti so'rovi tugamagan bo'lsa bo'ldi yoki so'rovi tugamagan vizangiz bo'lsa bo'ldi. Qo'shimchasiga aytib ketaman, agar siz keyinchalik Amerika, Kanada uchun turistik viza qilmoqchi bo'lsangiz ham, Angliyaning vizasi sizga juda ham yordami tegadi. Hozirroq bizga aloqaga chiqinglar. Murojaat uchun bemalol Varshava shahri markazidagi ofisimizga kelib yoki onlayn tarzda murojaat qilishinglar mumkin. Bog'lanishinglar uchun telefon nomerlarini opisiyalarda yozib qoldiramiz yoki shunchaki video ostiga turist o'zini yozib qo'ysanglar, biz o'zimiz sizlar bilan bog'lanamiz. Qani sayohat sevarlar, ketdik.